Barselona haqida 7 ta fakt. Aniq bilaman, oxirgi fakt haqida siz hech qachon eshitmagansiz. Tayyor bo'lsangiz, obuna va like tugmachasini bosib qo'ying. Qani, let's go. Birinchi fakt. Fiska Barselona 1899-yilda tashkil topilgan va asoschisi John Camper bo'lgan. Ikkinchi fakt. Klubning mashhur shiori Mescuyan klub, kataloncha klubdan ko'proq degan ma'noni anglatadi. Ya'ni klub faqat futbol bilan cheklanmaydi. Uchinchi fakt. Barselonaning uy stadioni Camp Nou Yevropadagi eng katta stadionlardan biri bo'lib, sig'imi 99 ming tomoshabin. To'rtinchi fakt. Klubning rasmiy ranglari ko'k va green, logotip Kataloniya bayrog'i va shahar ramzini aks ettiradi. Beshinchi fakt. Klubning mashhur futbolchilari Lionel Messi, Xavi Hernandez, Andres Iniesta kabi dunyoga mashhur o'yinchilar Fiska Barselona tarixida o'ynagan. Oltinchi fakt. Barselona tiki-taka uslubi bilan mashhur. Ya'ni qisqa uzatmalar va jamoaviy o'yin orqali to'pni nazorat qilish. 7-fakt. Klub yosh futbolchilarni rivojlantirishga katta e'tibor beradi. La Masia akademiyasida Messi, Higuain, Lamine Yamal va boshqa yulduzlar yetishib chiqqan.